Assalomu alaykum hammaga. Qo'ylarimizni mana salafan bilan to'sib qo'ydik. Sababi uje qor yog'di, muzlaydi. To'smasa qo'ylar shamollaydi. Usti yopiq, tegi quruq. Yonida baqvat ovqati bo'lsa, qo'ylar umuman suv yemaydi. Qo'chqorlarimiz mana yem yeyapti. Bular uje johoriga polni o'rganib bo'ldi. Mana yemni qancha ko'p solib qo'ysanglar, shuncha zo'r. Qorni to'q bo'lsa, yaxshi o'zgaradi, suv yemaydi. Suv oldi turibdi, iloji boricha kech payt suvni olib qo'yinglar. Suvni olmasanglar, muzdek suv ichib shamollaydi bular. Bu yerda sog'liq qo'ylarimizni bular uje yetuv bo'g'ozlar hammasi. Bular ham mana quruq joyda turishibdi. Bular xudo xolasa inshaalloh 15-20 kunda tug'ib qolsa kerak. Hammasi qorni osilgan uje. Bular ham qorni to'q, yemi yonida ortib yotibdi. Salafan bilan polni o'ralgan.